Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sankt-Peterburg shahrida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari nutq so'zlab, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish borasidagi ustuvor yo'nalishlarga to'xtalib o'tdi. Shuningdek, Prezidentimiz Sankt-Peterburg shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etdi. O'zbekiston tashqi aloqalar tizimini izchil ravishda diversifikatsiya qilib, hamkor davlatlar, mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy birlashmalar bilan sheriklikni faol kengaytirib bormoqda. Ushbu strategik harakatning muhim yo'nalishlaridan biri Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu albatta O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga yanada chuqur integratsiyalashuvi, savdo rejimlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, milliy iqtisodiyotimizning raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim qadam hisoblanadi. Aynan shu mantiqiy yondashuv doirasida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan pragmatik, konstruktiv va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishi, uzoq muddatli milliy manfaatlarga javob beradigan oqilona o'ylangan qaror sifatida namoyon bo'lmoqda. 2020-yil dekabr oyida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomini olishi, mamlakatimizning mazkur birlashma salohiyatidan milliy taraqqiyotimizga doir ustuvor vazifalar bilan uyg'un holda foydalanishga bo'lgan barqaror qiziqishini anglatadi. Kuzatuvchi maqomi O'zbekistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi asosiy muhokamalarda ishtirok etish, qaror qabul qilish jarayonlarini yaqindan o'rganish, tahliliy ma'lumotlar va amaliy hamkorlik mexanizmlariga kirish imkonini bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitlaridagi chiqishlari mazmunan boyligi va strategik yondashuvi bilan alohida ajralib turadi. Xususan 2024-yil may oyida Moskva shahrida bo'lib o'tgan Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining yubiley yig'ilishida O'zbekiston yetakchisi kuzatuvchi davlat rahbari sifatida ishtirok etdi. Shu yil dekabr oyidagi navbatdagi majlisda ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish, ustuvor sohalarda qo'shma dasturlarni amalga oshirishga qaratilgan yangi tashabbuslar ilgari surildi. Joriy yil iyun oyida Minsk shahrida bo'lib o'tgan sammitda davlatimiz rahbari o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirishga xizmat qiladigan navbatdagi ustuvor vazifalar va strategik yo'nalishlarni belgilab berdi. Xo'sh, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik O'zbekistonga qanday raqobatbardosh ustunliklar beradi? Avvalo, bu iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish imkoniyatidir. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan sheriklik O'zbekistonga cheklangan bozorlar va tashqi iqtisodiy yo'nalishlarga bog'liqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Aholisi 180 milliondan ortiq bo'lgan yagona standartlar, tarif rejimlari va savdo qoidalari joriy etilgan keng Yevrosiyo bozoriga kirish, eksport nomenklaturasini kengaytirish, ya'ni xomashyo mahsulotlaridan yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlarga o'tish uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Mamlakatimizning birlashma doirasidagi kooperatsiya zanjirlarida bo'lishi, qayta ishlash sanoati, mashinasozlik, farmatsevtika va agrosanoat majmuasini rivojlantirishga, shuningdek, O'zbekiston kompaniyalarining mintaqaviy ishlab chiqarish klasterlariga integratsiyalashuvini osonlashtiradi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi organlari faoliyatida ishtirok etish esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarga texnik reglamentlarga moslashish, eksport yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Ikkinchidan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi investitsiyaviy va texnologik hamkorlikni chuqurlashtirish uchun muhim platforma hisoblanadi. O'zbekiston sanoat kooperatsiyasi, raqamli transformatsiya, barqaror energetika sohalarida mazkur birlashma davlatlarining ilg'or tajribasini o'rganib, uni milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda qo'llashga intilmoqda. Uchinchidan, bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasidir. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik O'zbekistonga oziq-ovqat barqarorligini mustahkamlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Birlashma davlatlarning o'zaro bir-birini to'ldiruvchi agrar salohiyati, barqaror ta'minot zanjirlarini shakllantirish, agrotexnologiyalar almashinuvini yo'lga qo'yish imkonini beradi. Boshqacha aytganda, qishloq xo'jaligi, seleksiya, irrigatsiya va mahsulotlarni saqlash sohasidagi ilg'or tajribalar albatta O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. To'rtinchidan, logistika eng ustuvor masalalardan biridir. Dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan mamlakat sifatida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari hududi orqali tovarlar tranzitini soddalashtirish va tezlashtirishdan manfaatdor. Transport infratuzilmasini uyg'unlashtirish, bojxona jarayonlarini raqamlashtirish va qo'shma transport yo'laklarini shakllantirishga qaratilgan tashabbuslar biznes xarajatlarini kamaytirish va respublikamizning tranzit salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. 5-dan, Yevrosiyo makonidagi hamkorlik iqlim masalalari va moslashuv choralarini muvofiqlashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari yer degradatsiyasi, suv tanqisligi va ekstremal iqlim hodisalari kabi turli muammolarga duch kelmoqda. Yashil texnologiyalar, energiya samaradorligi, barqaror qishloq xo'jaligi va uglerod ta'sirini kamaytirish sohasidagi qo'shma loyihalar moliyaviy, texnologik va ilmiy resurslarni birlashtirish
takomillashtirishga xizmat qiladi. Sirasini aytganda, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan o'zaro hamkorlik aniq va amaliy vazifalarni hal etishga qaratilgan pragmatik mexanizmga aylanmoqda. Bu yo'nalishda 2021-yilda O'zbekiston hukumati va Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi o'rtasida imzolangan hamkorlik memorandumi alohida o'rin tutadi. Ushbu hujjat hamkorlikning institutsional poydevorini yaratib, munosabatlarni siyosiy bayonotlardan muntazam, tizimli va oldindan prognoz qilish mumkin bo'lgan formatga olib chiqdi. Ushbu siyosatning mantiqiy davomi sifatida 2024-yil oktyabr oyida 2024-2026 yillarga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi imzolandi. Uning o'ziga xos jihati savdo, sanoat kooperatsiyasi va texnik tartibga solishdan tortib, mehnat migratsiyasi, farmatsevtika va inson kapitali rivojigacha bo'lgan keng yo'nalishlarni qamrab olganidir. Bu yondashuv tomonlarni iqtisodiyot va boshqaruv amaliyotining chuqur uyg'unligiga asoslangan sheriklikka intilayotganini ko'rsatadi. O'zbekistonning Yevrosiyo taraqqiyot bankini tashkil etish to'g'risidagi bitimga qo'shilish ham muhim bosqich bo'ldi. Joriy yil aprel oyida qabul qilingan mazkur qaror nafaqat moliyaviy, balki strategik ahamiyatga ham ega bo'lib, mamlakatning Yevrosiyo investitsiya ekotizimiga integratsiyasini kuchaytiradi. Umuman bu qadamlar O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik puxta o'ylangan, bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan va amaliy natijaga yo'naltirilgan strategiya ekanini yaqqol namoyon etadi. Gap mavjud mexanizmlardan oqilona foydalangan holda iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, barqarorlikni oshirish hamda shakllanayotgan Yevrosiyo hamkorligi arxitekturasida mamlakatimizning o'rni va rolini mustahkamlash haqida bormoqda. Muhimi, O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi faqat ko'p tomonlama formatlar bilan cheklanib qolmayapti. Ittifoqqa a'zo har bir davlat bilan ikki tomonlama munosabatlar ham faol rivojlanyapti. Bugun ushbu davlatlar mamlakatimiz uchun savdo, investitsiya, transport logistikasi va sanoat kooperatsiyasi kabi qator yo'nalishlarda asosiy sheriklar hisoblanadi. Bunda yondashuv o'z navbatida O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining pragmatik falsafasini ifoda etadi. Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahri ikki muhim tadbir, Yevrosiyo Oliy iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishi va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvi manzili bo'ldi. 21-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahriga keldi. Pulkovo xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov va boshqa rasmiy kishilar kutib oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Belarus Respublikasi Prezidenti Aleksandr Lukashenko raisligida o'tgan uchrashuvda Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin ham qatnashdilar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kuzatuvchi davlatlari rahbarlari Kuba Respublikasi Prezidenti Miguel Diaz-Canel va Eron Islom Respublikasi Prezidenti Masud Pezeshkian ishtirokchilarga video murojaat yo'lladilar. Taklif qilingan davlat vakili sifatida tadbirda Indoneziya Respublikasi savdo vaziri Budi Santoso ishtirok etdi. Kun tartibidan ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiyasi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, transportni rivojlantirish va o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarida qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalari o'rin oldi. Yevrosiyo Oliy iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Уважаемые главы делегации, прежде всего хочу присоединиться к словам признательности в адрес президента Российской Федерации. Hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, avvalambor Rossiya Federatsiyasi prezidenti hurmatli Vladimir Vladimirovich Putinga mehmondo'stlik va bugungi uchrashuvimizni a'lo darajada tashkil etgani uchun bildirilgan minnatdorlik so'zlariga qo'shilaman. Belarus tomonining Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Grigorievich Lukashenkoning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga samarali raisligini alohida qayd etmoqchiman. Bu davrda ko'p tomonlama amaliy hamkorlik yangi sur'at kasb etdi. Global bozorlarning tobora parchalanib borayotgani, logistika zanjirlarining murakkablashayotgani va investitsiya resurslarini taqsimlashda ustuvor yo'nalishlarning o'zgarayotgani sharoitida biz uchun strategik va tabiiy sheriklarimiz bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan pragmatik va o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirish принципиал ahamiyat kasb etmoqda. Уважаемые участники заседания, за последние 4 года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя. Hurmatli
Hurmatli majlis ishtirokchilari, kuzatuvchi davlat maqomidagi hamkorlikning so'nggi 4 yilida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi qariyb 2 barobar oshdi. Iqtisodiy aloqalar tarkibida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi ortib borayotgani, kooperatsiya loyihalari kengayib borayotgani, barqaror sur'at ko'rsatayotgani ayniqsa muhimdir. Bu hamkorlarimiz ishlab chiqarish zanjirlarini mustahkamlashdan chinakam manfaatdorligini aks ettiradi. O'zbekiston Yevrosiyoning asosiy formatlarida faol ishtirok etmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan savdo, sanoat, moliya, agrar sanoat va transport sohalarida 40 ga yaqin aniq tadbirlarni o'z ichiga olgan 3 yillik reja amalga oshirilmoqda. Qo'shma ishchi guruh formatidagi ishlar davom etmoqda. Uning 5-yig'ilishini kelgusi yilda Toshkent shahrida o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining elektron savdoni rivojlantirish, yuk tashishni raqamlashtirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha tarmoq dasturlarida ishtirok etmoqdamiz. O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bojxona chegaralari orqali olib o'tiladigan tovarlar va transport vositalari to'g'risida axborot almashish to'g'risida bitim tuzish bo'yicha muzokaralarni boshlash haqidagi qaror qabul qilinganini olqishlaymiz. Ishonchim komilki, transchegaraviy ma'lumotlar almashinuvi bojxona nazorati samaradorligini oshirish, kechikishlarni kamaytirish va transport tizimlarining Yevrosiyo yo'laklariga integratsiyalashga xizmat qiladi. O'zbekistonning Yevrosiyo taraqqiyot bankiga qo'shilishi hamkorlikni mustahkamlashda muhim bosqich bo'ldi. Bank bilan birgalikda infratuzilma, energetika, metallurgiya, kimyo va boshqa tarmoqlarda istiqbolli loyihalar portfeli shakllantirildi. Уважаемые коллеги, хочу коротко обозначить наши приоритеты расширения взаимодействия с ЕАЭС. Hurmatli hamkasblar, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish borasidagi ustuvor yo'nalishlarimizni qisqacha aytib o'tmoqchiman. Birinchi, savdo to'siqlarini bosqichma-bosqich bartaraf etish asosiy vazifa bo'lib qolmoqda. Texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya me'yorlari borasidagi yondashuvlarni yaqinlashtirish maqsadida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi institutlari o'rtasidagi muvofiqlashtirishni faollashtirish zarur deb hisoblaymiz. Ortiqcha tartib taomillarni bartaraf etish va talablarni bir xillashtirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Texnik jihatdan tartibga solish, sertifikatlash va bojxona ma'muriyatchiligidagi tafovutlar bilan bog'liq masalalarni tezkor hal etish maqsadida tarif va notarif to'siqlar bo'yicha O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qo'shma muvofiqlashtiruvchi guruhini tuzishni taklif etamiz. Ikkinchi, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Mashinasozlik, energetika, agrosanoat majmui, kimyo va boshqa tarmoqlardagi loyihalar ro'yxatini birgalikda shakllantirish zarur. O'zbekistonning Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga qo'shilishi munosabati bilan sheriklikning strategik yo'nalishlarini birgalikda belgilab olish hamda ustuvor infratuzilmaviy va yashil loyihalarni kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashni qamrab olgan yo'l xaritasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Ishonchimiz komilki, bank nafaqat moliyalashtirish manbai, balki integratsiya loyihalariga investitsiyalarni jalb qilish katalizatoriga aylanishi mumkin. Uchinchi, raqamli texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish niyatidamiz. Raqamli platformalarni, shu jumladan elektron tijorat va raqamli markirovkalashni o'zaro bog'lash bo'yicha Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan yo'l xaritasini tayyorlashni taklif etamiz. Bojxona ma'muriyatchiligini raqamlashtirish va yuk tashishning choksiz modeliga o'tishni ham ustuvor vazifa sifatida ko'ryapmiz. To'rtinchi, biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining biotibbiyot, yangi materiallar, agrotexnologiyalar, energetika va robototexnika kabi yo'nalishlarni qamrab oluvchi texnologik platformalarga qo'shilishdan manfaatdormiz. 5. Turizm sohasida integratsiyalashgan axborot resurslarini shakllantirishga ham qo'shilishga tayyormiz. Bunday yondashuv mamlakatlarimiz turistik mahsulotlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlash imkonini beradi. Уважаемые друзья, Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС. Hurmatli do'stlar, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish tarafdoridir. Fursatdan foydalanib,
Qozog'iston Respublikasi prezidenti hurmatli Qasim-Jo'mart Kemelovich To'qayevga birlashmaga raislik Qozog'istonga o'tishi munosabati bilan muvaffaqiyatlar tilayman. Barchangizni va birodar xalqlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan yana bir bor samimiy tabriklab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tilayman. Желаю мира, благополучия и процветания. Yevrosiyo Oliy iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida so'zga chiqqan delegatsiyalar rahbarlari ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirish bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini bayon etib, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish zarurligini ta'kidladilar. Sanoat kooperatsiyasi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, jumladan qo'shma ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Korxonalarni modernizatsiya qilish, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va yuqori texnologik mahsulotlar eksportini rivojlantirishga qaratilgan qo'shma investitsiya tashabbuslarini rag'batlantirish muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, delegatsiya rahbarlari transport logistika yo'nalishidagi hamkorlik doirasida xalqaro transport yo'laklarini kengaytirish, tashuvlarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va tranzit tartibini soddalashtirish zarurligini qayd etdilar. Raqamli transformatsiya, energetika, agrosanoat kompleksi, infratuzilma va ilmiy texnologik hamkorlikni rivojlantirish borasida ham aniq takliflar bildirildi. Barcha harakatlar iqtisodiyotning barqarorligini oshirishga, buning natijasida esa aholi uchun yanada qulay va munosib yashash sharoitlarini yaratishga qaratilishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Rossiya Federatsiyasiga amaliy tashrif doirasida Rimskiy-Korsakov nomidagi Sankt-Peterburg davlat konservatoriyasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonga Lev Tolstoy nomidagi xalqaro tinchlik mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin huzurida xalqaro mukofotni uning hay'ati raisi, Mariinskiy teatri badiiy rahbari va bosh direktori, Rossiya katta teatri bosh direktori, dirijor Valeriy Gergiyev topshirdi. Uch mamlakat yetakchilari ushbu nufuzli mukofotga Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qo'shgan ulkan shaxsiy hissasi uchun sazovor bo'ldilar. Hakamlar hay'atining qarorida ta'kidlanganidek, 2025-yil 31 mart kuni Xo'jand shahrida 3 ta davlat rahbarlari davlat chegaralarining tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnoma va abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasini imzoladilar va shu bilan xalqaro huquq ustuvorligiga asoslangan umumiy va barobar xavfsizlikni ta'minlash, xalqlar o'rtasida o'zaro anglashuv hamda hamkorlikni mustahkamlashga katta hissa qo'shdilar. Ushbu mukofot insonparvarlik g'oyalariga sadoqatni ifodalashi va Markaziy Osiyoni tinchlik, farovonlik hamda bunyodkorlik makoniga aylantirish yo'lidagi umumiy hissaning e'tirofi ekani ta'kidlandi. Birodar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochilishi uch mamlakat xalqlarining siyosiy irodasi, o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilikka intilishi tufayli bo'lgani qayd etildi. Bugun Mustaqil davlatlar hamdo'stligi Yevrosiyo makonida barqarorlikni ta'minlash, izchil iqtisodiy o'sish va o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirishda muhim o'rin tutayotgan nufuzli xalqaro tuzilma sifatida namoyon bo'lmoqda. Hamdo'stlik ko'p tomonlama muloqot uchun samarali platforma bo'lib, davlatlarga umumiy muammolarni birgalikda hal etish, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va gumanitar aloqalarni mustahkamlash imkonini beradi. Mustahkam shartnomaviy huquqiy asos va shakllangan institutsional mexanizmlar Mustaqil davlatlar hamdo'stligini amaliy sheriklikning ta'sirchan vositasiga aylantirdi. Ushbu jarayonlarda O'zbekistonning roli tobora ortib bormoqda. Mamlakatimizning faol pozitsiyasi va tashabbuskor yondashuvi tashkilot doirasida hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga kuchli turtki beryapti. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari sifatidagi faoliyatini boshlashi bilan O'zbekistonning Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi ishtirokini tubdan qayta ko'rib chiqdi. Respublikamiz passiv ishtirokchidan endilikda kun tartibini belgilaydigan, aniq taklif va tashabbuslar bilan chiqadigan siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy gumanitar sohalarda o'nlab amaliy loyiha va dasturlarni hayotga tatbiq etayotgan yetakchilardan biriga aylandi. So'nggi yillarda aynan O'zbekiston rahbarining tashabbusi bilan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida qator muhim konseptual hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida hamdo'stlikning 2030-yilgacha mo'ljallangan iqtisodiy rivojlanish strategiyasi alohida o'rin tutadi. O'zbekiston milliy manfaatlariga mos keladigan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan sohaviy hamkorlikning 24 ta organiga qo'shildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar kompaniyalari bilan sanoat kooperatsiyasi bo'yicha loyihalar portfeli o'nlab milliard dollarga teng bo'lib, iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarini qamrab olmoqda. Jahon iqtisodiyotida beqarorlik va geosiyosiy keskinlik kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda yagona to'siqlarsiz iqtisodiy makonni shakllantirish, integratsiyalashgan transport logistika tizimini rivojlantirish hamda sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish barqaror taraqqiyotning hal qiluvchi omillardan hisoblanadi.
Raqamlashtirish, ilmiy asosga ega va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha qo'shma sa'y-harakatlar mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirish barobarida bilim va texnologiyalar uchun kurash kuchaygan global sharoitda texnologik mustaqillikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida madaniy va gumanitar hamkorlikni mustahkamlashga ham katta e'tibor qaratmoqda. Umumiy tarixiy ildizlar, boy madaniy an'analar xalqlarni birlashtirib, o'zaro ishonch va anglashuv muhitini yaratmoqda. Samarqandning mustaqil davlatlar hamdo'stligi madaniy poytaxti, Toshkentning esa 2024-yilda yoshlar poytaxti deb e'lon qilinishi bu boradagi sa'y-harakatlarning yaqqol namunasidir. Bu qarorlar madaniy merosga bo'lgan hurmat bilan bir qatorda yoshlar va ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Shuningdek, iqlim o'zgarishiga moslashish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalarida ham O'zbekiston faol pozitsiya namoyon etmoqda. Bugun bu yo'nalishlar mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo barcha davlatlar uchun eng dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Natijada hamdo'stlikning eng jadal rivojlanayotgan davlatlardan biri bo'lgan nafaqat mintaqaviy integratsiyada o'z rolini izchil mustahkamlab bormoqda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligining o'ziga xos diplomatik markaziga ham aylanib bormoqda. Mamlakatimizning yetakchiligi tufayli mustaqil davlatlar hamdo'stligi uzoq muddatli barcha a'zo davlatlar manfaatlariga mos bo'lgan qarorlar qabul qilinadigan muhim xalqaro maydon sifatida o'z nufuzini saqlab qolyapti. 2023-yil oktyabr oyida Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashi yig'ilishi doirasida mamlakatimiz prezidentiga do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va ko'p tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun tashkilotning eng oliy mukofoti Mustaqil davlatlar hamdo'stligi faxriy belgisining topshirilgani ham buni yaqqol tasdiqlaydi. Shuningdek, Dushanbe shahrida oktyabr oyida o'tgan sammitda prezidentimiz tomonidan tashkilotni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab yangi tashabbuslar ilgari surildi. Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahri tashkilotga a'zo mamlakatlar yetakchilarini yana bir bor muloqotga chorladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Sankt-Peterburgdagi Ermitaj davlat muzeyida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etdi. Tadbirda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin, Belarus Respublikasi Prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan ham qatnashdilar. Uchrashuvda joriy yildagi birgalikdagi ishlarning asosiy yakunlari sarhisob qilindi va kelgusi yil uchun ustuvor vazifalar belgilab olindi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. O'zaro tovar ayirboshlashni oshirish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro investitsiyalar o'sishini rag'batlantirish va kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash, energetika va raqamlashtirishda sheriklikni mustahkamlash, fan, ta'lim, madaniyat va san'at sohalarida qo'shma loyihalarni kengaytirish, shuningdek, hududlar o'rtasida uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Hamdo'stlik mamlakatlari o'rtasida madaniy va gumanitar almashinuvlarni davom ettirish, xususan yoshlarning ijodiy, innovatsion va intellektual salohiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash zarurligi qayd etildi. Sankt-Peterburgdagi norasmiy uchrashuvning madaniy dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlari bilan birgalikda Ermitaj davlat muzeyiga ham tashrif buyurdi. Yetakchilar noyob san'at asarlari va madaniyat yodgorliklari to'plangan ushbu dunyodagi eng yirik muzeylardan birining ekspozitsiyasi bilan tanishdilar. Tashrif chog'ida Rossiya va Yevropa tarixi hamda badiiy merosining asosiy bosqichlarini aks ettirgan bosh muzey majmuasi zallari bilan tanishildi. Delegatsiyalar rahbarlari Aleksandr zalida bo'lib, badiiy kumush ekspozitsiyasini ko'zdan kechirdilar. Shuningdek, tantanali marosimlar va rasmiy tadbirlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan piketlar zali va gerblar zaliga tashrif buyurdilar. Qimmatbaho metallardan tayyorlangan betakror buyumlar saqlanuvchi oltin xazina, afsonaviy tovus mexanik soati joylashgan kichik Ermitajning pavilyonlar zali mehmonlarda alohida qiziqish uyg'otdi. Tashrif davomida madaniy muloqotni mustahkamlash, tarixiy merosni asrab-avaylash va hamdo'stlik davlatlari o'rtasida gumanitar hamkorlikni rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburg shahriga amaliy tashrifi doirasidagi tadbirlar yakunlandi. Davlatimiz rahbari amaliy tashrifini yakunlab, Pulkovo xalqaro aeroportidan Toshkentga jo'nab ketdi. Oliy martabali mehmonni Sankt-Peterburg shahri gubernatori Aleksandr Beglov va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi.